Dzyudo sport turi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining yozgi o'quv yig'in mashg'ulotlari. Biz Yangiobod tog' yon bag'ridamiz va dzyudo oilasi bilan birgamiz. G'alaba tomon tashlanayotgan qadamlar. O'zingiz ko'rib turibsiz, qanaqa trenirovka bo'layotganini. Kuchlilar, sabr qilganlar har doim chempion bo'ladi. Buning orqasida anchagina mashaqqat, anchagina mehnat turibdi. Haqiqiy erkaklar sporti desak ham bo'ladi. Qaynoq yoz haroratini chempionlarimiz bilan his eting. O'quv yig'in mashg'ulotlariga gap yo'q. Muzlarga tushib, zo'r bo'lyapti. Bu sovuq suv tez tiklanishimizga yordam beradi. Здесь для нас созданы все условия. Shu hozir sauna qilyapmiz. Tiklanishimiz uchun sauna bizga yordam beradi. Sportchilar yaxshi natija ko'rsatishda ularni qanaqa ovqatlanishi ham muhim ahamiyatga ega, to'g'rimi? To'g'ri, kuchli ovqat bo'lsa, yutuqlar yaxshi bo'ladi. Faqat olg'a. Olimpiya o'yinlari sovrindorlari, jahon chempionlarining har bir qadamini biz bilan birga kuzating. O'zbekiston! Bugun g'alabaga bir qadam ko'rsatuvini Sport telekanalining kechki dasturlarida tomosha qiling.